Assalomu alaykum. Bu ko'rayotganinglar, ya'ni Saz EZ50 shassisi negizida yig'ilgan bolalar mobil bog'chasi hisoblanadi. Avtobusimizda 4 dona yorituvchi LED lampalar bilan jihozlangan. Umumiy hisobda 4 dona syomniy stul bilan jihozlangan. Qo'shimchasiga 6 dona puf bilan jihozlangan. Bu yerda ko'rib turgan 2 dona divanlarimiz eng quyi qatlamimizda mikroto'lqinli pech, 32 dyumli televizor va konditsioner suvni sovutishda foydalanishimiz uchun kuler bilan jihozlangan. Umumiy hisobda 5 dona stol va 30 dona stul bilan jihozlangan. Bu tomonimizda hojatxona joylashgan. Haydovchi uchun quyoshni olmasligi uchun pardalar bilan jihozlangan. Bu panelimiz avtobusimiz ichidagi barcha elektr jihozlarni tok bilan ta'minlab berishda xizmat qiladi. Qismimizda joylashtirilgan barcha elektr qismlari avtobusimizni elektr bilan ta'minlash uchun mo'ljallangan. O'zingizlarni viloyatingizda xuddi mana shu ko'rib turgan avtobusingizlardan bittasini ko'rishinglarni tilab qolaman. Bundagi sharoitlar shahardagi ayrim bog'chalarimizda yo'q.